Bu video Turkiyada texnika qimmat deydiganlarga qarang. Istanbulda shunday joy borki, bu Eminönü tarafdan kelasiz. Mana bu Sirkaji tramvay stansiyasidan kelasiz. Doğubank bilganlar bo'lsa yozib qo'ying, bilmaganlar bo'lsa ko'rsatamiz. Mana shu yerga arzon texnikalar bor. Rossiyadan, O'zbekistondan kelgan telefonlarni ham olishingiz mumkin. Ya'ni qayd qilinmagan telefonlarini olish mumkin. O'zim bitta magazindan olaman, hozir ko'rsatamiz. Mana bu backup eshigidan shuna liftga kirasiz. Qarang, o'zi 5-qavatga chiqasiz. Men ko'pincha shu yerda olaman. Fotograf makinalari deb yozasizlar, saytlarida bor. Lekin menga doim saytdan ko'ra arzonroq berishadi. Keling, agar shu Instagramdan kelgan bo'lsangiz, meni tushunsangiz arzon berishadi. Masalan, hozir shuni oldik. Bu taxmin 2000 lira bo'lsa, menga 1500 lira. Hepsi buradan Trendyol saytiga kirasiz. Undan arzon berishadi doimo. Eray nasılsın? İyi, nasılsınız? Men shu kishi yordamchi bo'ladi. Bu kishi ham Erjan Bey. Merhabalar. Assalomu alaykum abi. Aleykümselam. Tavsiya qiladigan do'konim shu. Doğubank Sirkajida. Bunaqa lokatsiyalar uchun o'rnab bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling.